Assalomu alaykum azizlar. Navbatdagi velosipedimiz elektronli velosiped. Germaniya davlatida ishlab chiqarilgan 28 razmer. Lexus oyoq tormoz apparat. Motor qismi. Tablo 60 km yuradi. Assistent gaz 2 xil yurish qilib beradi. Bunga oila tarafidan hech qanday hujjat talab qilinmaydi bunga. Zo'rini olaman deganlar bo'lsa mana 6 oy garantiya, motor qismi, elektronli akkumulyator qismiga 6 oy garantiya beramiz. Ajoyib, orasi ham nihoyatda keng, amortizator, sidina tegi amortizator. Kimga shu velosipedimiz qiziq bo'lsa, Marg'ilon velosiped bazamizda Ramazon sharifga muborak Ramazonga zo'rini masjidlarga, ro'zg'orga, ziyoratlarga inamiz degan ko'kalarimiz bo'lsa, hoji akalar, ojizadalar bo'lsa mana bizda bor, har xilidan sotib turibmiz. Bu navbatdagisi bitib turibdi. Kimga qiziq bo'lsa, $520 kamaytirib savdolashib beramiz. Aytgan viloyatingizga, shaharingizga chiqarib beramiz. To'g'ri, $400 ga ham sotdik, $350 ga ham sotdik. Har xili bor. Bunisi shunaqa narxi. Marg'ilon velosiped bazamiz, germanskiy velosiped baza, mana cheklanmagan miqdorda. Olib tirikchilik qilaman desangiz ham savdolashib beramiz, arzon qilib, sifatli narsalardan. Cheklanmagan miqdorda velosipedlarimiz bor. Tirikchilik qilaman, olib sotaman, ozgina biznes qilaman degan ko'kalarimiz bo'lsa, mana bemalol murojaat qilinglar. Chiroyli narxlarda qilib beramiz. Ehtiyot qismlari bor, zapchastlar bor, bemalol ustalarimiz mana mehnat qilib yotishibdi. Ularni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Mana eng kattasida. Mana usta akalarimiz mehnat qilib yotishibdi, navbat bilan bitib chiqyapti. Mana qizilimiz ham aksiyadami, Ahmad aka? Xudo xolasa aksiyada, puli 750 ming so'm. Bergamont mana hamma yo'g'i tiniq. Xo'p, 205 ekan skorsi. Germaniya davlatida ishlab chiqarilgan. 25 ta velosiped qo'yyapmiz aksiyaga. Shular bittasi mana bitib chiqyapti. Keyingisi mana Nijabeka qanotligi 700 ming, eng qimmati 750 ming so'm. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bemalol murojaat qilaverasizlar.